Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti biotexnologiya fakultetida quyidagi bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha mutaxassislar tayyorlanadi. Biotexnologiya tarmoqlar bo'yicha veterinariya farmatsevtikasi, ekologiya va atrof muhit muhofazasi, dorivor o'simliklar yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi, suv bioresurslari va akvakultura. Universitet rektorining 2022-yil 31-avgustdagi buyrug'iga asosan biotexnologiya fakultet sifatida qayta tashkil etildi. Biotexnologiya fakulteti yosh fakultetlardan hisoblanadi butun O'zbekistonda. Bizning talabalarimiz shu biotexnologiya fakultetiga o'zlarining fikri bilan o'qishga kirishni, biotexnolog bo'lishni maqsad qilib kelishyapti. Universitetda oxirgi yillarda ochilgan 11 ta laboratoriyaning 9 tasi shu biotexnologiya fakultetiga qarash desak xato bo'lmaydi. Biotexnologiya fakultetida 1000 ga yaqin talabalar tahsil olmoqda. Ular dars jarayonlarida nafaqat nazariy bilimlarni chuqur o'zlashtiradi, balki zamonaviy laboratoriyalarda amaliy ko'nikmalarni ham shakllantirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Biotexnologiya fakulteti tarkibida hozirgi kunda 3 ta kafedra faoliyat yuritib bormoqda. Biotexnologiya kafedrasi, veterinariya farmatsevtikasi kafedrasi, biologiya, ekologiya, dorivor o'simliklar kafedrasi faoliyat ko'rsatib bormoqda. Bu 3 ta kafedrada hozirgi kunda 50 dan ortiq yetuk malakali professor o'qituvchilar talabalarga dars berib kelmoqda. Oliygohda sifatli ta'lim olish bilan bir qatorda yashirin iqtidorlarini namoyon etib, ko'plab yutuqlari bilan tengdoshlariga o'rnak bo'layotgan iste'dodli yoshlar ham bor. Universitetimizda talabalarning sifatli bilim olishlari va bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Xususan, zamonaviy kutubxona va laboratoriyalar, universitet hududida joylashgan 1500 o'rinli talabalar turar joylari, talabalarning sport bilan shug'ullanishlari uchun zaruriy sharoitlar. Bundan tashqari, 5 muhim tashabbus markazi qoshida tashkil etilgan 20 dan ortiq to'garaklar faoliyat yuritmoqda. Kelajagiga befarq bo'lmagan, malakali mutaxassis bo'lib shakllanishni maqsad qilgan barcha abituriyentlarni oliygohimizda kutib qolamiz.